Mana bugun IDC geometriyada 6-mavzuga yetib keldik. Sinus va kosinslar teoremalar. Demak, birinchi mavzu haqida umumiy tushunchalarga ega bo'la olamiz. Demak, boshladik. Birinchisi, bizda sinus va kosinslar teoremalari nima? Xo'p, uchburchakda uchun sinus va kosinslar teoremasi. Demak, birinchisi bo'lsin bizga sinuslar teoremasi. Mana shunday uchburchak bo'ladigan bo'lsa, uchburchakda tomonlari va burchaklar bo'ladi. Alfa tomon, alfa burchak, bunisi beta burchak, bunisi esa gamma burchak. Tushunarli-a? Gamma burchak bo'ladigan bo'lsa, gamma burchak qarshisida C, betani qarshisida, demak B, alfani qarshisida A tomonlari bo'lsin. Birinchisi bizga sinuslar teoremasi dedik. Sinuslar teoremasi ekan birinchisi deyman. Xo'p. Bu yoqqa birinchisi deb yozib qo'yay. Birinchisi sinuslar. Tushunarli? Sinuslar teoremasi. Endi sinuslar teoremasi nima degani? O'sha birorta A tomon bo'lsa, o'sha A tomon shuni A tomonni o'zining qarshisidagi burchak o'sha burchakning sinusi sinus alfaga nisbati bu teng bo'ladi. C tomon bo'ladigan bo'lsa, shuning qarshisida gamma burchak C ni sinus gammaga nisbati bu teng bo'ladi. B tomon bo'ladigan bo'lsa, shuning qarshisida beta bo'ladigan bo'lsa, shuning qarshisida beta B tomon qarshisida beta burchak. Demak, o'sha B ni sinus betaga nisbati. Va bular umumiy holatda 2R ga teng bo'ladi. Bu R shu uchburchak uchun tashqi chizilgan aylana radiusi. Bu bizga hozirgi mavzuyimizda uncha muhim emas, lekin umumiy holatda mana shunday. Bu sinuslar teoremasini qachon ishlatamiz? Sinuslar teoremasini qachon ishlatamiz? Qarang. Qachon ishlatamiz? Qachon ishlatamiz degan savolda, endi kosinuslar teoremasini qachon ishlatamiz, sinuslar teoremasini qachon ishlatamiz? Qarang. Sinuslar teoremasini, demak, sinuslar teoremasini bizga ikkita burchak, adashdim. Ikkita burchak va kamida bitta tomon bo'lishi kerak. Va kamida bitta tomon. Bitta tomon ma'lum bo'lganda ishlatamiz. Tushunarli-a? Ma'lum bo'lganda ishlatamiz. Bo'lganda ishlatamiz. Men nima demoqchiman? Qarang. Mana shunday uchburchak chizamiz. Misol, shunga bitta misol keltirmoqchiman. Mana uchburchak. Mana shunday uchburchak. Mana shu uchburchakda aytdik, ikkita burchagi ma'lum bo'lishi kerak. Ikkita burchagi misol uchun mana bunday bu yoqda 30 gradus, bu tarafda 30 gradus bo'lishi kerak. Misol uchun bu tarafida qandaydir 60 gradus bo'lishi kerak. Endi bu ikkalasi borligidan topib olsak bo'ladi. 30-60 bunisi misol uchun 90 gradusligini topib olsak bo'ladi. Xuddi shuni endi bitta tomoni ma'lum bo'lishi kerak. Misol uchun aytaylik, mana bu taraf 6 ga teng, mana bu taraf so'rayapti bizga x deb. Ana shunday holatlarda biz ishlatamiz. Bitta tomon bor, ikkinchi tomon so'ralayapti, bizga kamida ikkita burchak mavjud bo'lishi kerak. Kamida ikkita burchak, tushunarli? Ma'lum bo'lishi kerak. Ana shunday holatlarda yozamiz biz 6 ning qarshisida 90 gradus, demak 6 ni sinus 90 gradusga nisbati teng bo'ladi deymiz. X ni shu burchak qarshisida 60 gradusga. Demak, x ni
shu burchak qarshisida sinus 60 gradusga nisbat. Mana. Bu tenglikdan 6 sinus 90 gradusda 1 ga teng. X sinus 60 gradusda iltizosida 3 taqsim 2 ga teng. Mana. X ni topish uchun mana buni bu tarafga ko'paytiraveramiz. To'g'ridan to'g'ri. Xo'p, x barobar chiqadi 6 ko'paygan iltizosi 3 taqsim 2. 6 bilan iltizosi 3 ni qisqartiradigan bo'lsak, bizga 3 iltizosida 3 degan javobimiz kelib chiqadi. Mana shunday holatlarda ishlatamiz. Shuni eslab qoling. Qachon ishlatishimiz kerak? Mana. Buni men hozir belgilab qo'yaman. Aha, mana. Aylana. Mana. Demak, mana buni eslab qolishimiz kerak. Va keyin sinuslar teoremasini o'zini ham belgilab qo'yaman. Xo'p, sinuslar teoremasi. Umumiy formulasi mana. Umumiy formulasi bu. Endi kosinuslar teoremasiga o'tsak ham bo'ladi. Endi ikkinchisi bizga kosinuslar teoremasi ekan. Ikkinchisi kosinuslar teoremasi. Xo'p. Ikkinchi holatimiz nima ekan? Kosinuslar. Kosinuslar teoremasi. Bu ikkita teorema ham umumiy barcha uchburchaklar uchun o'rinli. Kosinuslar teoremasi qanday? Buni ham bitta uchburchak chizamiz. Mana bitta uchburchak. Mana shunday uchburchak. Mana kosinuslar teoremasida ham demak bu taraf A, B va C. Oralaridagi burchak bunisi gamma, bunisi demak beta, mana bunisi nima? Alfa. Ichki burchaklar. 3 ta ichki burchak bo'ladi. Endi kosinuslar teoremasi ikkita tomon va ular orasidagi burchak, misol uchun gamma mavjud bo'ladigan bo'lsa, shu gammani to'g'risidagi C ni topishga qaratilgan bo'ladi. Mana yozamiz. C ning kvadrati teng bo'ladi A ning kvadrati plus B ning kvadrati minus 2ta AB va ular orasidagi burchak A va B tomonlar orasidagi burchak yoki C ning qarshisidagi burchak kosinusi kosinus gamma bo'ladi. Yoki boshqa tarafdan ketadigan bo'lsak, A ning kvadrati teng bo'ladi B kvadrat plus C ning kvadrati minusdan 2ta BC va ular orasidagi burchak kosinusi B bilan C orasida demak alfa bor, kosinus alfa. Yoki B tomonni topadigan bo'lsak, B kvadrat teng bo'ladi A kvadrat plus C kvadrat minus 2ta AC va kosinus A va C tomonlar orasidagi kosinus beta. Mana shu 3 ta holat uchun nima ekan? O'rinli ekan. Xo'p, mana. Mana uni eslab qolishimiz kerak. Bu kosinuslar teoremasi. Mana shunday holatda bizga kelar ekan. Endi buni qachon ishlatamiz? Qarang. Qachon ishlatamiz? Qachon ishlatamiz? Bunga ham shunaqa unisini berib ketaman. Qachon ishlatamiz? 1 minut. Davom etamiz. Qachon ishlatamiz degan savol. Ishlatamiz. Qachon ishlatamiz? Biz kosinuslar teoremasini kosinuslar teoremasini kosinuslar teoremasini kosinuslar teoremasini ikkita tomon, endi bu yoqda ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilganda ishlatamiz va ular orasidagi
orasidagi burchak berilganda ishlatamiz. Burchak berilganda uchinchi tomonni topishda ishlatamiz. Uchinchi tomonni topishda ishlatamiz. Xo'p, topishda demak ishlatamiz. Demak tushunali. Kosinuslar teoremasini bizga ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilganda ishlatar ekanmiz. Mana buni ham demak belgilab qo'yaman. Xo'p. Mana shunga endi misol keltiraman. Misol qanday bo'ladi? Xo'p, misol keltiraman. Mana misol. Xo'p. Aytaylik, mana 3 burchak berilgan. 3 burchak beriladi bizga. Misol uchun qanday holatda kerak? Bizga mana bu yoqda mana bu 6 berilgan, mana bunisini aytaylik 8 berilgan, orasidagi burchak misol uchun 30 gradus, 30 gradus. Mana bu taraf topish uchun ishladim. Mana buni 60 gradus deylik. Mana bu taraf x. Mana shu taraf topish kerak. Mana shu holatda ishlatamiz. Demak, x ning kvadrati deymiz. 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 6 ko'paygan 8 ko'paygan kosinus nima? 60 gradus. Endi x ning kvadrati teng bo'lar ekan 36 plus 64 minus 96. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Xo'p, bundan kelib chiqadi x kvadrat. Mana bu ikkalasini yig'indisi 100. Xo'p, 100 dan 96 ning yarmi 48 ayiramiz. Demak, x ning kvadrati 48 ayiradigan bo'lsak, bizga 52 chiqadi. 52. X topadigan bo'lsak, bu 2 ilzosida 13 bo'ladi adashmasam. Demak, x'imiz 2 ilzosida 13 ga teng ekan. Demak, shuni eslab qolishimiz kerak. Sinuslar teoremasini ikkita burchak va kamida bitta tomon berilganda, kosinuslar teoremasini esa ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilganda ishlatamiz. Endi biz shunaqa xususiy holatlar bor, qoidalar bor, xossalar bor. Shularni ham bilib olsak hozir osonroq yechamiz. Hozirgi gaplashadigan narsamiz to'g'ri burchakli 3 burchakda. To'g'ri burchakli 3 burchakda holatlar bor. Shularni gaplashamiz demak. Xo'p. Demak, xossalar desak ham bo'ladi yoki qoidalar desak ham bo'ladi. Qoidalar deyilgan, o'zim nomladim, qoidalar. Xo'p, mana birinchisi hozir bizda birinchi bo'ladigan to'g'ri burchakli 3 burchakda bo'ladi. To'g'ri burchakli 3 burchakda sinus, kosinus, tanginus holatlarini bilishimiz kerak. Aytaylik, mana bizga to'g'ri burchakli 3 burchak. Hozir bizda misollarimizni yechishda bu osonlashtiradi bu. Mana 90 gradus, mana burchagi qandaydir alfa deylik, alfa. Farqi yo'q. Bu tarafi A bo'lsin, bu tarafi B bo'lsin, bu tarafi C bo'lsin. Mana shu holatda biz sinus alfa, kosinus alfa va tangens alfalarni qanday topamiz? Demak, xo'p, o'rtadan bo'lib olamiz. Demak, birinchi holat. Bizda mana shu yerda sinus alfa nima bo'ladi? Sinus alfa. Sinus alfa shu burchak qarshisidagi katetni, shu burchak qarshisidagi katetni, qarshisidagi gipotenuzaga nisbat, ya'ni gipotenuza tushunadi. Gipotenuzaga nisbat. Bu degani nima degani? Shu burchak qarshisidagi tomon A ni gipotenuza C ga nisbat. A taqsim C. Boshqalarda ham xuddi shunday. Ikkinchisi, boshqa har xil holatda kelishi mumkin. Alfa balkim tepadagida kelishi mumkin. Tepadagi burchak bo'lib kelishi mumkin. Unda ham xuddi shunday. Mana qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbat. Shu burchak qarshisidagi katet. Ikkinchisi, kosinus alfa. Kosinus alfa qanday bo'ladi? Yopishgan katet, o'sha burchakka yopishgan katet. Demak, yopishgan katetni gipotenuzaga nisbat.
Gipotenuza. Gipotenuza. Shu burchakka yopishgan katetimiz nima? Beta B shuni gipotenuzaga nisbati B taqsim nima bo'lar ekan? C. Bu faqat to'g'ri burchakli uchburchak uchun. Uchinchisi tanginus alfa. Tangens alfa shu burchak qarshisidagi, demak, shu burchak qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati. Shu burchakka yopishgan katet B. Demak, qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati. Yopishgan katet. Tushunarli? Yopishgan katetga nisbat. Bu degan A ni B ga bo'laman degan. Yoki oxirgisi katanginus alfa, to'rtinchisi. Katanginus nima? Katanginus alfa. Katanginus alfa shu burchakka yopishgan katetni, endi shuni teskarisi bo'ladi. Yopishgan katetni qarshisidagi katetga nisbat. Bu degani B taqsim A bo'lib qoladi. Bularni demak biz eslab qolishimiz kerak ekan. Mana shunday holat. Misol uchun aytib ketaylik, bitta misol. Qanday bo'lishi mumkin? Mana 3 burchak beriladi, to'g'ri burchakli 3 burchakga. To'g'ri burchakli 3 burchak. Mana burchak qanaydir 60 gradus bo'lib qoladi. Bizga keladi, mana bu yerga keladi. Mana buni misol uchun 4 ga teng, mana bu yer C gipotenuza turibdi. Shu holatda biz birdan topib ketishimiz mumkin-da. Nima qilamiz? Mana bu yerda biz 4 bor, C'ni topishimiz kerak. Demak, C'ni topish uchun buni bunga nisbat qilishimiz kerak. 4 taqsim C. 4 taqsim C. Bu nimaga teng bo'ladi? Demak, qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati, shu burchak qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati bu bizga sinus alfa. Demak, sinus 30 gradus 60 gradusga tenglashtirib olamiz. Sinus 60 gradusda ilzoz 3 taqsim 2 ga teng. Bu tenglashtiradi 4 taqsim nimaga? C ga. C'ni topadigan bo'lsak, hop 4 ko'paygan 2 taqsim ilzosida 3 bo'lib qoladi. Demak, C'ni topadigan bo'lsak 8 taqsim ilzosida 3 misol uchun. Ana shunday holat. Keyin bu birinchi qoida bo'ladi. Ikkinchi qoida ko'rib ketaylik inshaalloh. Hop, ikkinchisi ham to'g'ri burchakli burchakka doir. Har doimiy holatlarda shuna bitta ko'rganda biz bilishimiz kerak bo'lgan holat. Mana bu yerda doim 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, 30 gradus qarshisidagi katet deydi. Gipotenuzaning yarmiga teng. Agar shu birorta burchagi to'g'ri burchakli uch burchakda 30 gradus keladigan bo'lsa, mana shu gipotenuzaning yarmiga teng. Agar bu taraf C bo'ladigan bo'lsa, mana bu C taqsim 2 bo'ladi. Har doim shunaqa. Bu taraf 60 gradus. Mana C taqsim 2. Misol uchun, mana bitta misol ko'raylik. Biz ikkilanmay aytishimiz kerak bo'lgan joylari bo'ladi-da. Mana bunday 3 burchak keldi deylik, Mana bunday 3 burchak keldi deylik. Aytaylik, mana bu burchak 30 gradus bo'lib turibdi. Mana bu yoq bizga x, mana shu x bo'lsin, bu taraf misol uchun 8 ga teng. Biz x topish uchun shuni bilishimiz kerak, 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng. Demak, buni avtomatik 8 taqsim 2 deyishimiz kerak. Ya'ni 4 bo'ladi. Birdan aytishimiz kerak, 30 gradusli bo'lganligi uchun. Mana bu 90 gradusli uch burchak bo'lganligi uchun. Tushunarli? Bularni eslab qolishimiz kerak. Keyingi holat biza graduslarni bilishimiz kerak. Graduslar, mana bu hozir ko'proq graduslar bilan ishlaymiz. Mana shu graduslarni bilishimiz kerak. Endi trigonometriyada xabar bo'lish kerak o'quvchilarning, chunki matematika trigonometriyaga bormasdan turib o'sha geometriyada ishlashga qiynalib qolamiz agar. Demak, graduslar. Gradus o'lchovlar.
gradus o'lchovlar. Hop, gradus o'lchovlar sinus, bunisini kosinus deylik, tanginus, kotanginus. Hop. Bu yoqdan ham bitta tushiraylik. Xo'p, mana 90 gradusgacha ko'rsak bo'ladi. Qolganini keltirib chiqarish bor. Keltirib chiqarishni endi menimcha ko'pchilik biladi deb o'ylayman. Xo'p, mana. Demak, mana bu yerda boshlaymiz. Birinchisi 30 gradusdan boshlaymiz. 30 gradus, keyingisi 45 gradus, keyin 60 gradus, keyin 90 gradus. Endi 0 qolib ketibdi. Qaytadan yozaylik. 0 gradus, 30 gradus, 45 gradus, keyingisi 60 gradus, keyingisi 90 gradus bo'lsin. Sinus 0 gradusda 0 ga teng, 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng, 45 gradusda ildizosi 2 taqsim 2 ga teng. Hop, ildizosi 2 taqsim 2, mana yaxshi bo'lmay qoldi. Hop, ildizosida 2 taqsim, demak 2 ga teng. 60 gradusda ildizosi 3 taqsim 2 ga teng. 90 gradusda bu 1 ga teng bo'ladi. Kosinus 0 da 1 ga teng endi. 30 gradusda ilzosida 3 taqsim 2 teskarisi bo'lib keladi. 60 gradus bilan almashib keladi. 45 gradusda bu ham ilzosi 2 taqsim 2 ga teng. 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi endi bu. 90 gradusda esa 0 ga teng. Tanginus 0 gradusda 0 gradusda 0 ga teng. 30 gradusda hop 1 taqsim ilzosi 3 ga teng. Bunda 1 ga teng. 60 gradusda ilzosida 3 ga teng va 90 gradusda mavjud emas. Tushunarli? Chunki tanginus bilan sinus taqsim kosinus, kosinus mahrajda bo'lib qoladi. Mavjud emas, tushunarli? Mavjud emas. Keyingisi bu endi kotanginus 0 gradusda mavjud emas. Mavjud emas. Xo'p, 30 gradusda bu endi ilzosi 3 ga teng bo'ladi. 45 gradusda bu ham 1 ga teng, 60 gradusda 1 taqsim ilzosi 3 ga teng va 90 gradusda endi bu 0 ga teng bo'ladi. Mana shu graduslarni eslab qolishimiz kerak. Demak, bo'ldi. Misollarga o'tirsak ham bo'ladi demak. Birinchi misol. Mana. Birinchi misol. Qarang. Buni endi o'tgan mavzularimizga ham bog'liq joylari bo'ladi. Mana bu 45 gradus bo'ladigan bo'lsa 90 gradus. Demak, bu ham nima? 45 gradus. 45 gradus teng yonli bo'lib qolyapti. Teng yonli chunki asosda burchaklar teng bo'lgandan bu taraf ham nima bo'ladi? Teng, 4 ga teng. Bo'ldi, buni o'zi Pifagordan ham topib qo'ysak bo'ladi. X ning kvadrati 4 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati. X bo'ladigan bo'lsa 4 ilzosida 2. Keyin shunday holat bor. Har doim agar a bo'lib teng yonli bo'ladigan bo'lsa, a ilzosida 2 bo'ladi. Mana bu qo'shib ketaman hozir. Qarang, mana bu yoqqa qo'shib ketaydi. Shuni. Xo'p, mana buni 3-holat deymanda qo'shib ketaman, qarang. 3-holat deyman. Bu ham to'g'ri burchakli 3 burchak uchun bo'ladi. Ya'ni bizni ishimizni osonlashtirish kerak-da. Mana. Ana shunday. Mana bu taraflar har doim a bo'ladigan bo'lsa yoki mana bular 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, shunday o'zingiz uchun eslab qolishingiz kerak-da. 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, har doim mana bu a ilzosida 2 bo'ladi. Qizig'i yo'q. 4 bo'lsa, misol uchun ham bu yerda misol qilib ketaylik.
aytaylik, mana bu taraf sizga 3 berib qo'yibdi. 3 berib qo'yibdi-da, mana bu tarafda 45 gradus deb aytib qo'yibdi. Demak, siz bilishingiz kerak, bu taraf ham 45 gradus, chunki jami 180 ga teng bo'lsa. Demak, bu ham 3 bo'ladi. 3 bo'lganligidan mana bu taraf topadigan bo'lsangiz, x bo'ladigan bo'lsa, bu 3 ilzosida 2 bo'ladi. Bo'ldi. Mana shunday holat. Buni ham eslab qoldik deb o'ylayman. Ketdi. Xo'p, bunisi ham xuddi shunday, x topadigan bo'lsangiz, xuddi shunday, bu ham, uchinchisi ham, to'rtinchisi ham shunday. Endi bu teskarisi bo'lyapti-da, mana bu taraf ham x bo'ladigan bo'lsa, bizga x ilzosida 2 teng bo'lib qoladi nimaga? 16 ga. X topadigan bo'lsangiz, ilzosi 2 ga bo'lib yuborasiz, 8 ilzosida 2 bo'lib qoladi. Tushunarli? Xo'p, dalishi 4. Endi mana 5. Hozirgina aytdim, 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga teng. Demak, bizga x taqsim 2 teng bo'lar ekan, 4 ga x ni topadigan bo'lsak 8 mana. Xo'p, dalishi 9. Bu ham xuddi shunday. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga tengligidan bu 12 chiqadi. Chunki bu 6. Xo'p, mana bu yoqda. Bu yoqda. Endi hozirgina biz ko'rgan holatlardan foydalansak ham bo'ladi. Mana bu yerda 60 gradus qarshisidagi katetni gipotenuza bor. Qarshisidagi katet bor va gipotenuza bor. Bunday holatda menda bitta variant bor, faqat sinus 60 gradus bo'ladi. Sinus alfa, chunki qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbat. 4 ilzosida 3 ni nimaga? X ga nisbat. Sinus 60 gradusda ilzosida 3 taqsim 2. Bu 4 ilzosida 3 taqsim nima ekan? X. Ilzos 3 bilan ilzos 3 ni qisqartiradigan bo'lsak, x teng chiqadi bu yoqda 8 ga teng chiqadi. Buni bunday ko'paytiraveramiz. Tushunarli? Mana shuni eslab qolishimiz kerak. Bu ham shunday. Mana bu yoqda mana bu nima kelyapti? X. Shu burchakka nima? Yopishgan katet va gipotenuza bor. Bunday holatlarda bizlar nima bo'lardi? Kosinus 30 gradus menga hayolim kelyapti, chunki yopishgan katetni gipotenuzaga nisbat edi. X ni 18 ga nisbat. Kosinus bu ilzos 3 taqsim 2 ga, x taqsim nima? 18 bo'ladi. 18 bilan buni qisqartirsak bu yoqda 9 chiqadi. X topadigan bo'lsak 9 ilzosida nima bo'lar ekan? 3 ekan. Mana shunday holat. Dalishi bular hammasi bir xil. Demak, 11 10 shunday. Bunda nima bor? Qarshisidagi katet bor, yopishgan katet bor. Mana bu taraf nima bor? Bu tepadagi burchakdan foydalanaylik, tepadagi burchakdan. Xo'p, mana bu yerda qarshisidagi katet bor va yopishgan katet bor shunga. Qarshisidagi katet va yopishgan katet bo'lsa, bu tangens 60 gradus bo'ladi. O'z ishlaysiz, x 24 da x ga nisbati. 24 ni nimaga nisbati? 24 ni x ga nisbati. Xo'p, topib qo'yamiz buni o'zimiz. Xo'p, endi 11-misol. 11-misol yoki 12. 12 da qaraymiz. 45 gradus. Mana bu taraf ham nima bo'lib qoladi? Bizga 45 gradusga kelib chiqadi. AB tomonni so'ralgan-a bizga AB tomon. Endi bitta mediani tushirib olsak. Xo'p, 3 45 gradus qarang. 45 gradus mana bu ham nima bo'ladi? Bu ham 45 gradus bo'ladi. Xo'p, mana bu 3 ga tengligidan, teng yonliligidan bu taraf ham nima bo'lib qoladi? 3 ga tengligi kelib chiqib qoladi. Xo'p, bu tarafdan qaraydigan bo'lsak ham, bu tarafdan ham 3, bu taraf 45 gradus bo'lyapti mana. Bu ham 45, bu taraf ham 45 bo'ladi, chunki 90 gradus mana bu. Xo'p, 3 bo'lgandan bu ham 3 bo'lyapti. A dan B gacha jami hisoblaydigan bo'lsak, o'zi 6 ga kelib chiqyapti mana. Tushunarli? A dan B gacha 6. Dal şimdi o'tamiz. 14, 15 mana. 15 da qarasak. Mana bu 30 gradus turibdi, to'g'rimi? 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga teng. Demak, bu taraf necha? Bu taraf 24. Xo'p, 24 ligidan o'zi x ni shuni ham topib qo'ysak bo'lar ekan. B dan qarang. Bunday qilmasdan, buni osonroq. Qarshisidagi katet bor va yopishgan katet bor. Shuni ham shu burchak qarshisidagi katet va yopishgan katet bor.
90 gradus. Demak, bunaqasi bizga tanginusga to'g'ri keladi. Tanginus 30 gradus. Chunki bu qarshidagi katetni o'ziga yopishgan katga nisbat. Bu 1 taqsim nimaga teng edi? Ildiz 3 ga teng. Bu 12 taqsim nimaga teng ekan? X ga. X ni topadigan bo'lsak, 12 nima ekan? Ildiz 3 ga teng. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas bizga. Boshqa narsa kerak emas. Xo'p, dalishi necha keldik? Xo'p. Mana 17 bor ekan bu yerda. 17. Xo'p. 18. 17 da qarang-da. 17 da endi bitta holat qilsak bo'lar ekan. Qarang. Bitta holat qilsak bo'ladi. Buni iloji yo'q. Tangens 15 ga qo'yamiz. Chunki tangens 15 gradusda qiymatini bilishimiz kerak-da. Tangens 15 gradusda adashmasam ildiz 3 + 2 ga teng bo'lishi kerak. Adashmayotgan bo'lsam, hozir ko'ramiz. Mana bunga bitta holat bo'lyapti-da. Buni qarshidagini yopishganiga nisbat. Demak, tangens 15 gradusga to'g'ri kelyapti bu. X ni 6 + 3 ildiz 3 ga nisbat bo'lib qolyapti. Xo'p, tangens 15 degani adashmasam 1 taqsim 1 taqsim yo'q, menimcha unaqa emas. Ildiz 3 + 2 ga tengmi ekan? Yoki ildiz 3 - 2 ga tengmi deymanda. 2 - ildiz 3 ga tengmi deymanda. Tangens 15 gradusda hozir aniq esimda yo'q, to'g'risi. Hisoblab qo'yamiz agar. Tangens 15 gradusda qiymatini o'zingiz qo'yib hisoblab qo'yasiz. Hozir men esimda yo'q, to'g'risi. Ko'p ishlatilmaydi chunki tangens 15 nimaga nisbat tangens 15 gradus ko'paygan 6 mana 3 ta chiqarib olasiz, o'zi shunga mos kelib qoladi-da. 3 ni chiqarsak 2 + ildiz 3. Adashmasam tangens 15 gradus 2 - ildiz 3 ga teng. Shuni olib kelib qo'yib hisoblab qo'yay. Agar adashgan bo'lsam, siz o'zingiz qo'yib qo'yasiz. Chunki tangens 15 va tangens 22 gradus, 15 va 22 graduslarda xususiy holatlarda qiymatlar berilgan formula kitobchalarda. Demak, x topadigan bo'lsak, mana menimcha 2 - ildiz 3 ga teng. Shuni ko'paytiramiz 3 2 + ildiz 3 ga. Xo'p, ko'paytiradigan bo'lsak, bu bilan bu a kvadrat - b kvadratni berib 1 ni beradi-da, bizga javob 3 chiqib qoladi. Hozir javobini tekshiramiz yoki javobidan bilib olishimiz mumkin-ku, 17. Demak, javobini tekshirib ko'ramiz. 17. Xo'p, mana 17 3 ga teng ekan. Demak, to'g'ri belgilabman. 17 ketdi. Xo'p, mana 19. Yoki bundayroq o'tsak. 19 20. Xo'p, 20. 20 ni qanday ishlasak bo'ladi? Endi 20 ni bunday ishlaymiz, qarang. Mana bu yerda o'rtasini olamiz. O'rtasini mediani o'tkazamiz bitta. Mana bunday mediani o'tkazamiz. Mana bu yer 15 gradusmi? 15 gradus, mana bu ham 15 gradus bo'ladi. Shunaqa edi, to'g'ri burchakli uch burchakda mediani tushirsak, u gipotenuza yarmiga teng bo'lar-da. Qarang. 15 gradus, 15 gradus. Mana bu 120 gradus. Mana bu yoq necha bo'ladi? Bu yoq 60 gradus bo'ladi. 60 gradus. Mana bu yer necha bo'ladi? 30 gradus bo'ladi. Xo'p, shunday. B, A, B ni topishimiz kerak ekan. A, B. Xo'p. Bu 3 ga teng ekan. Xo'p, buni bunday qilamiz. Mana bu yoqda x desak, mana bu s taqsim 2 ga bizga s taqsim 2 yoki a b taqsim 2 da mana bu. Mana bu a b ni biz s deb belgilab oladigan bo'lsak, shu s taqsim 2. Demak, qarang. Yopishgan katning gipotenuzaga nisbati bor. O'rtadagi uchburchakka qaraymiz. Mana o'rtadagi uchburchakka. Mana bu yoqda, mana shu uchburchak. Shu uchburchakda bizga 3 bor. Yopishgan katet, shu 30 gradusga yopishgan katet va bunga qarshidagi katet 30 gradus burchakka yopishgan katni gipotenuza bor s taqsim 2. Demak, biza kosinusni yozishimiz kerak. Kosinus 30 gradus, unga yopishgan katet 30 ni s taqsim 2 ga nisbat. Mana 30 gradus topadigan bo'lsak, bu ildiz 3 taqsim necha? 2.
Xo'p, bunisi degani 6 taqsim s bo'lar ekan. S ni topadigan bo'lsak, xo'p, 2 ni bunga ko'paytirib 3 ga bo'lishimiz kerak. 12 taqsim ilzosi 3 bo'lar ekan yoki 4 ilzosi 3 deb qo'ysak ham bo'ladi. Demak, mana bu A B masofamiz 4 ilzosida 3 ga teng ekan. Endi dalshi. Xo'p, mana 12, 22, mana 23. 23 ga qaraylik. Bir xil o'zi hammasi. Agar qaraydigan bo'lsak, bizga BS mana so'rayapti. Agar aytgandim, ikkita burchak bo'lib bitta tomon berilgan bo'lsa, bunda sinuslar teoremasini qo'llaymiz deganman. Demak, mana bunga qaraymiz. Mana bu va mana bu tomonlarga nisbatan olib olamiz. Demak, 2 ilzosida 2 ni sinus 45 ga nisbati 45 gradusga nisbati, bu tarafda x ni sinus 60 gradusga nisbati. Mana 2 ilzosida 2 sinus 45 gradusda ilzosida 2 taqsim 2 ga teng. Xo'p, x sinus 60 gradusda ilzosi 3 taqsim nimaga teng ekan? 2 ga teng ekan. Biz ilzosida 2 bilan ilzosida 2 ni qisqartiradigan bo'lsak, bu taraf 4 chiqadi, bu taraf 2x taqsim ilzosida 3 bo'ladi. Bu bilan buni ham qisqartirsak, bu yoqda 2 qoladi. X ni topadigan bo'lsak, 2 ilzosida 3 bo'lib qoldi. Osongina hisoblaymiz. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Ikkita burchak bor va bitta tomon bo'ladigan bo'lsa, bunda sinuslardan foydalanamiz. Ikkinchi tomonni topib olish uchun yoki uchinchi tomonni topib olish uchun. Bu yerda ham sinuslar qo'llaymiz. 24 da, 25 da ham. 25 da ham x topish kerak. Men o'zim yozib ketaman, o'zi davom ettirib qo'yasiz. Demak, bu bilan bu mana bu qarang. Bizga mana bu bor tarafini burchagi yo'qmi? Buni topib olsak bo'ladi-ku. 60 ga 75 qo'shamiz. 135, bu demak 45 gradus. 45 gradus. Demak, 4 ilzosida 2 ni sinus 45 gradusga nisbati teng bo'ladi x ni sinus 60 gradusga nisbati. Tayyor topib qo'yamiz. Endi BS tomon topishimiz kerak ekan bunda ham. Xuddi shunday bunda ham. Bizga mana bu tarafda burchak kerak. Bu burchak topish uchun sinus 45 ga 75 ni qo'shadigan bo'lsak 120, mana bu taraf 60 graduslik kelib chiqadi. 60 gradusligidan x ni sinus 60 gradusga nisbati teng chiqadi. 3 ilzosida 2 ni sinus buni to'g'risida 45 gradus bor. Sinus 45 gradusga. Tayyor ishlaymiz. Muammo yo'q. Xo'p, yana bu yoqqa o'tib ketaveramiz. Bular hammasi shunaqa, mana. Hammasi shunaqa. Buni mana burchak topib olamiz. 15 45 bo'ladigan bo'lsa, bu 135 gradus. Mana shuni bitta ishlab bermoqchiman. Xo'p. Chunki bizda 135 gradus yo'q edi. Shuni umumiy holatda topib olishimiz mumkin. Qarang, demak x ga to'g'risida 30 gradus bor, sinus 30 gradus. Sinus 30 gradus teng bo'ladi 16 ilzosida 2 ni sinus 135 gradusda qiymatiga. 135 gradus. Xo'p, x bu 1 taqsim 2 ga tengligini bilamiz. 16 ilzosida 2. Mana bu sinus 135 gradus degani. Xo'p, sinus buni keltirib olishimiz kerak edi. Sinus 180 gradus p minus 45 ga to'g'ri keladi-da. Ikkinchi orakda sinus musbat. Chunki 180 gradus minus 45 ikkinchi oraga to'g'ri keladi, musbat. Mana bu taraf 2x ga teng to'g'ri. 16 ilzosida 2. Qarang, ikkinchi orakda musbat va 180 p bo'lgani uchun p larda sinus o'zgarmaydi. 145 ayriladigan bo'lsa, ikkinchi orakda musbat, sinus yana 45 ga to'g'ri kelib qoladi. Sinus 45 gradusda ilzosida 2 taqsim 2 ga teng. Xo'p, men pastga davom ettirib ishlab qo'yaman. Demak, 2x teng ekan 16 ilzosida 2 taqsim ilzosida 2 taqsim nima ekan 2. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, 16 bilan buni ham qisqartiramiz. Yo'q, qisqartirmasak ham bu tarafga chiqib ketadi-da. 32 bo'lib ketadi ekan. 2x teng 32, x topadigan bo'lsak 16 chiqar ekan. Mana. Xo'p. Endi bu yoqqa o'tamiz. 32. Agar qarang, mana
Bu yoqda 34 ishlab beraman. Tepadagilar ham shunga o'xshash. Agar bizga ikkita tomon berilib, ular orasidagi burchak beriladigan bo'lsa, ikkita tomon beriladigan bo'lsa aytgandim, kosinslar teoremasini qo'llaymiz. Demak, mana bu tomon yana nisbatan yozamiz. X kvadrat teng bo'lar ekan. Qolgan ikkita tomonlarning kvadrati, 6 ning kvadrati, 4 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 6 bilan 4 ning ko'paytmasi va ular orasidagi burchak kosinus va kosinus 120 gradus. Hop, x kvadrat 6 ning kvadrati 36, 4 ning kvadrati 16. 36 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak 52 bo'ladi. Minus 24 48 kosinus 120 gradusni qanday topib olamiz? Kosinus 120 gradus degani kosinus pi minus 60 gradus degani to'g'rimi? 180 gradus minus 60. Bunda ikkinchi orada minusga o'zgaradi va 60 gradusga to'g'ridan to'g'ri kosinus 60 gradus. Bu degani minus 1 taqsim 2. O'rniga olib qo'yamiz. Xo'p, mana bu kosinus 120 minus 1 taqsim 2 to'g'ri chiqdi. 1 minut. Xo'p, davom etamiz. Minus 1 taqsim 2 ekan. Minus 1 taqsim 2. Demak, xo'p, x kvadrat teng 52 plus 48 ko'paygan 1 taqsim 2. Minuslarni yo'qotib yubordim. X kvadrat 52 plus 24. X kvadrat topadigan bo'lsak, bu 76 chiqar ekan. X ni topadigan bo'lsak, 4 ga qisqaradimi? 36 qisqarar ekan. Ilzosi 76 da bu. Xo'p, ilzosi 76, 4 chiqarib olsak 2 ilzosida bittadan 19 chiqib olar ekan. 2 ilzosida 19. Shunday javob bormi? Xo'p, 34. 34 bitta tekshiraylik. Juda uncha aniq son chiqmadi-da. 34. 34. Xo'p, to'g'ri ishlaymiz. 2 ilzosi 19. Ammo yo'q. Dalsha, xo'p. Bu yoqda ham xuddi shunday bir xil ikkita tomon bor, orasida burchak bor. Bular ham shunday. Bular hammasi shunaqa. Mana bir xil. Hech qanaqa bir farqli jihati yo'q. Mana bulardan lekin ishlab bersam bo'ladi. Demak, 42 ga yetib keldik. 42 ga qaraymiz. 42 davomida bitta to'g'ri tortib olamiz. Xo'p. Bundan bunga qarab bitta to'g'ri tortib olsak. Bunda tortib olsak bitta. Bu yoqda 5 bor, ha? Bu yoqda 5 bor. Yoki boshqacha holat o'tkazishimiz kerakmi? Hop, x bo'lar ekan 90. b x ga teng. Xo'p, mana shu x topishimiz kerak. Bizga topishimiz kerak bo'lgani x demak. Xo'p. Qanday topolsak bo'ladi? 42 da. Xo'p. Tepada misolga bitta qaraylik. 4. Xo'p. Buni yoki qanday o'tkazsak bo'lar ekan? 4 o'tkazib olishimiz kerak. Shunda x chiqib qolishi kerak. 60 gradus. Qarang, 60 gradusligidan mana bu nima? Bu 30 gradus to'g'rimi? Mana 30 gradus. Endi 30 gradus qarshisidagi katet gipotenza yarmiga tengmi? Bu yoq demak 10. Shuni ham 10. Bo'ldi, buni tayyor ekan. 30 gradus. Endi katta uchburchakka qaraymiz. Katta uchburchakda qaraydigan bo'lsak, 30 gradus qarshisidagi katet bor va yopishgan katet bor. Bu qanaqa bo'lardi? Tanginusga to'g'ri kelyapti. Demak, tanginus 30 gradus to'g'ri kelyapti. X bu taraf jami 12 ga teng bo'ladi. Jami 12 ga teng. Xo'p. Jami 12 ga teng. X taqsim 3 ga teng ekan 12. Xo'p, mana bu 1 taqsim ilzosi 3 ga teng bo'lardi. X taqsim nimaga? 12 ga. X topadigan bo'lsak, 12 taqsim ilzosi 3 yoki 4 ilzosi 3 ga kelib chiqadi ekan. Mana. 2 marta o'shani qo'llash kerak, o'zi chiqib keladi.
Bunda ham xuddi shunday holat. Biz mana bu tarafda a deb belgilab olamiz bitta. Mana bu yoqqa 30 gradus ekan o'zi. O'zi mana buni topsak ham bo'lar ekan, qarang. 30 gradus qarshisidagi katta gipotenuzdan yarmiga teng. Bu taraf nima bo'lib qolar? 12. Yoki a ni topib olaylik. Yopishgan katet gipotenuzda bor. Demak bu nima bo'ladi? Sinus emas, kosinusga to'g'ri kelyapti bu. Bizga narigi taraf kerak ham emas ekan. Mana bu a bor ekan, qarang. Bizga bu kerak. Agar shu bo'lsa, keyin mana bu tarafdan topib olsak bo'ladi-da. Shu yopishgan katetni gipotenuzaga nisbat deymiz. Kosinus 30 gradusni kosinus 30 gradus a taqsim nima bo'ladi? 24. 24. Demak, kosinus 30 gradusda ilzos 3 taqsim 2 ga teng. Bu teng a taqsim nimaga teng? 24. 24 bilan 12 ni qisqartiradigan bo'lsak, bu yoqda 12 qolyapti. Hop, 12. 12 ni ko'paytiradigan bo'lsak, a barobar 12 ilzosda 3 ekan. Demak, mana bu taraf nimaga teng? 12 ilzosda 3. Endi yana bu yoqda yopishgan katet gipotenuza yana kosinus 30. Kosinus 30 gradus teng x ni 12 ilzos 3 ga nisbat. Bu degani yana ilzos 3 taqsim 2 teng x taqsim 12 ilzos 3. Xo'p, bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak 6 qolyapti. Ko'paytiradigan bo'lsak 6 ilzos 3 ni ilzos 3 ga ko'paytiramiz. Bu 18 bo'lib qolar ekan. Qolgani hisob-kitob. Bu ham xuddi shunday 30 gradusdan ketamiz. Yana bular ham shunday. Mana bunga hech qanaqa boshqa hech nima kerak emas. Mana x topilish kerakmi? Mana bu yoqda shuni, mana bu uchburchakka qarasak, ikkita tomon bor, ular orasidagi burchak ham bor. Demak, kosinuslar teoremasi. Mana kosinus teoremasi o'zim yozib qo'yaman, ishlab qo'yasiz, demak. 12 ning kvadrati plus ilzos 3 ning kvadrati plus minus 2 ko'paygan 12 ko'paygan ilzosida 3 va ko'paygan nima? Orasidagi burchak kosinus 30 gradus. Shuni ishlab qo'yasiz, muammo yo'q. Keyingisi ham xuddi shunday. 46 ham, 47 ham shunday. Xo'p, 47. Nima? BD ni AC ga nisbat. Men buni ishlab beraman. Xo'p, BD ni AC ga nisbat. Mana buni topsak bo'ladi biza. A ligini topsak bo'ladi. 30 gradus, 15 gradus. Uchinchi burchakni shu, mana bu uch burchak uchun uchinchi burchak shu. Ikkita burchagini yig'indisi eslasak agar, uchinchi burchakni tashqisiga teng. Bu nima bo'ladi? 45 gradus ekan. Bu 45 gradusligidan bu yog'i nima chiqadi? 45 gradus. Bular 45 ligidan bu nima chiqadi? Bu A chiqadi. Endi BD ni AC ga nisbat. Mana buni 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng, to'g'rimi? Demak, bu taraf nima bo'lar ekan? 2A bo'lar ekan. BD ni AC ga nisbat qanday bo'lib qolyapti o'zi? BD ni AC ga nisbat. A ni 2A ga nisbat bo'lib qolyapti. Shunday qisqartirib oladigan bo'lsak, 1 bo'lingan 2 ekan mana. Muammo yo'q. 47 ham ketdi demak. 48 ham shunday, 49 ham shunaqa. 49 bu yoqda 60 gradus bo'lib qoladi. X mayli topaylik shuni. Mana bu nima bo'ladi? 60 gradus. Bu yoq 60 gradus bo'lyapti. Tepa o'zidan 30 gradusga kelib chiqdi. 30 gradus qarshisidagi kat gipotenuza yarmiga teng. Demak, bunisi 10. Mana 10 bo'lganda endi bu uchburchak uchun shunday qaraymiz, o'zidan chiqib keladi. Mana bu uchburchak uchun bitta kosinuslar teoremasini yozamiz. Kosinuslar teoremasi demak, x ning kvadrati teng bo'lib qoladi. O'zi ishlab qo'yasiz. 10 kvadrati plus 2 ning nimasi? Kvadrati minus 2 ko'paygan 10 ko'paygan 2. Va kosinus nima? Orasidagi burchak 120 gradus. Tayyor. Shunday x ni o'zini berib turibdi. Hamma narsa bizda bor. Bitta biz mana shu 10 ni topib olishimiz kerak kosinuslar teoremasini qo'llash uchun. Buni topishimiz uchun ham 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga tengligi ni o'rgandik. Bunda muammo yo'q. Xo'p, 52. 52 ni bitta ko'raylik. 52. Mana bu yerda alfa burchak bor ekan, alfa burchak. Shu uchun bitta sinus qo'llaydigan bo'lsak nima bo'ladi? Bu alfa bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? Beta bo'ladi. Mana bu uchburchak uchun, mana bu uchburchak. O'zim yozdim beta deb. Endi bu uchburchak uchun qaraymiz. Bu tarafda ham bitta uchburchak bor-ku mana. Mana betaligidan alfa bilan betani yig'indisi bizga 90 gradusga teng hozir. Alfa bilan betani yig'indisi bitta uchburchak uchun 90 gradusga teng bo'ldimi? Bunisi uchun ham 90 gradusga teng bo'lganligi uchun bu alfa chiqadi. Endi
Xo'p. Aha. Demak, buni oddiy ishlab qo'ysak ham bo'ladi ekan. Mana 6 ga 8 qo'shsak necha bo'ladi? Bu jami necha bo'lar ekan? 14. Qanaqa burchak qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga teng bo'ladi? Bu 14 ga kelib chiqib turibdi-ku. Demak, sinus shart emas bu. Mana shu alfa nimaga teng ekan? 30 gradusga teng ekan. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga tengmidi? Bo'ldi. Faqat mana shu burchagimiz, mana shu burchak alfaligini topib olishimiz kerak-da. Mana bu alfaga tengligini. Bu burchak bilan bu burchak tengligini topib olishimiz kerak. Bu uchun mana bu tarafni belgilash kerak. Xo'p, keyingisi 53-da mana bu joyda shuni alfa deb belgilaysiz o'ziz. Yo'q-ku endi. Mana bu yerda bitta h bor, to'g'rimi? Xo'p, yo'q. Mana bu burchakka e'tibor beramiz. Mana bu burchakka e'tibor beramiz, ha? Sinus bunda qarang. Yopishgan kateti bor 4 va qarshisidagi gipotenuza bor bizaga 5 plus x. Bu nima beradi? Sinus alfa. Sinus alfa 4 nimaga nisbat? X plus 5 ga nisbat. Mana. Endi yana bitta sinus alfa yozamiz. Ikkinchi uchburchakka qaraymiz endi. Ikkinchi uchburchagimiz bu tarafga qarab ketgan, qarang. E'tibor bersak mana. Mana shunga qaraymiz. Bunda ham yopishgan kateti bor 5, gipotenuzasi bor 4 ga 3 qo'shamiz 7. Demak bu 5 taqsim nima ekan? 4 ga 3 qo'shsak 7. Ikkalasi ham sinus alfa bo'lganligi uchun bu bilan bu nima bo'lish kerak? Teng bo'lish kerak. Demak 5 taqsim 7 ni tenglashtiramiz 4 taqsim x plus 5 ga. Bitta ko'paytiraveradigan bo'lsak 5x plus 5 teng chiqadi 28 ga. 25 mana bu. Hop 25. 5x teng chiqadi 3 ga, x topadigan bo'lsak 0.6 ekan. Mana. Dalshi bu ham shunday, 55 shunday. Hop, 56 da bu tarafga o'taylik-da. 56 mana. 57 ga. Mana bundan bunga bitta shunday to'g'risi tortib olamiz. Mana. To'g'risi tortib olamiz. Endi to'g'ri 3 bor. Bu bor. Pifagor teoremasidan mana bu topolsak bo'ladimi? Mana bu joyda a deb belgilasam, shuni topolsam bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p. Shuni topamiz. Endi 4 3 ning kvadrati 12 ning kvadrati a kvadrat teng bo'lib qoladi. 4 3 ning kvadrati 4 3 ning kvadrati 16 48 plus 144. Shuni ham demak a kvadrat buni qo'shadigan bo'lsak 200 yo'q 192 ekan. 192 192 a ni topadigan bo'lsak bitta ildiz olamiz. 4 ga bo'lib olsak nima bo'ladi? Xo'p 192 4 ga bo'lib ildiz chiqarsak 19 ichida demak 4 tadan 32 ichida 8 tadan 48 qolib ketadi. Demak 2 ildiz ostida 48, yana biz bundan ham 4 chiqarsak 4 emas 16 chiqarsak ham bo'lar ekan. 16 dan 4 chiqadi. Hop 8 ildiz ostida 3 bo'lib qolar ekan bu. Hop mana bu yoq necha ekan? 8 ildiz ostida 3 ekan. Xo'p. Endi 6 bor. Biza x topishimiz kerak, orasidagi burchagini qanday topolsak bo'ladi? Bu jami 120 da bizaga. Bizaga jami 120. Xo'p, ikkita bir tomon bor, orasidagi burchak 180. Xo'p, 8 ildiz 3 topib oldik, ammo yo'q. Bu yoq necha bo'lib qoladi? 30 gradus qarshisida katga to'g'ri kelib qolmayaptimi? Qarang-da. Mana bu burchak, mana tomon to'g'risiga qarasak 4 ildiz 3, bu tarafga qarasak 8 ildiz 3 chiqdi. Demak, 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga tengligi to'g'ri kelib qolyapti. Demak, bu 30 gradus ekanda. 30 gradus bo'lsa bu necha bo'lyapti? Bu 90 gradus bo'lib qolmayaptimi? To'g'rimi? 90 gradus bo'lar ekan. Mana bu joy.
Xo'p, mana bu joyni qanaqa ekan? 90 gradus bo'lib qolar ekan. Mana bu joy. Demak, bu 90 gradus ekan. Mana bu 90 gradus. Ha, bu 90 gradus bo'lsa muammo yo'q. Bitta Pifagor qo'llaymiz, x chiqib keladi. Demak, x ning kvadrati teng ekan 6 ning kvadrati plus 8 ildiz 3 ning nimasi? Qavs kvadrati. X kvadrat teng ekan 36 plus 64 kara 3. 192. X kvadrat topadigan bo'lsak 228 ekan. 228. Bitta ildiz chiqarib qo'yasiz, o'zi tayyor chiqadi. 58. Ildiz chiqarsak nima bo'ladi? Mayli, ildiz ham chiqarib qo'yaylik. Muammo yo'q. X topadigan bo'lsak, ildiz ostida bo'lsa, ildiz ostida 228. Bundan barobar qilsak-da 4 ga bo'lib olsak, 45 bo'ladimi? Yo'q, 47 bo'lar ekanda 2 ildiz ostida 47 qolib ketar ekan ichkariga. Shuni javob bormi? Bitta tekshirib ko'raylik. 57. Biz balkim adashgandirmiz biror joylarda. 45 midi? Xo'p, necha edi o'zi? Ildiz ostida mana 228 bor ekan 57 da. 228 o'zini berib qo'ygan ekan. Xo'p, mana necha ekan? 57 da o'zini berib qo'ygan ekan. Ildiz ostida 228 ekan. Muammo yo'q, ketdi. Bular ham shunday. Bu shunday. Mana buni sal boshqacharoq ishlaymiz endi, qarang. Mana bu yerda 60 gradus ko'rib qoldim-da. Demak, mana bu taraflarni shunday davom ettirgan bo'lsam, bitta uchburchak bo'lgan bo'lsa-da, mana aytaylik, bunday davom ettirgan bo'lsam, hop, aytaylik, mana shu yoqdan mana shunaqa uchburchak bo'lgan bo'lsa, endi qilib tashlanganda taxminan biz shuni o'z holatiga qaytaramiz. Mana bunda uchburchak paydo bo'ldi, to'g'rimi? Mana 60 gradus bu tepa ham nima bo'ladi? Bu ham 60 gradus bo'ladi. Barcha tomonlar demak nima? Teng. Xo'p, mana buni hisoblab chiqadigan bo'lsak, mana bu joyi nima? 30 gradus, 60 gradus. Mana bu joy 90 gradus bo'lib qoladi. Endi mana bu 18 bo'lsa, muntazam uchburchak bo'lib qolyapti, chunki barcha tomonlar nima bo'lyapti? Teng. Burchaklar teng. Bu ham nima bo'lishi kerak? Hammasi bir xil bo'lishi kerak. 18 bo'lishi kerak. 18 bo'lsa, bu tarafiga necha qoladi hozir? Mana bu tarafiga 8 qolib ketadi buni. Bu x bo'ladigan bo'lsa, bu tarafi 18 minus x bo'ladi. Xo'p, 30 gradus qarshisidagi kat gipotenuza yarmiga teng. Demak, 8 teng bo'lishi kerak 18 minus x taqsim nimani? 2 ga bo'lganimizga. Xo'p, bu 16 teng bo'lishi kerak 18 minus x ga. X topadigan bo'lsam 2 li kelib chiqdi. Mana bu uchburchakka qaradim, 30 gradus qarshisidagi kat 8, 18 minus x ni yarmiga teng bo'lishi kerak. Mana bunisi ham shunday. 61, bu ham shunday. Men o'xshashlardan bitta ishlab ketaman. Xo'p. 62 ni ishlab ketsam bo'ladi. Qarang, mana bu yerda 3, 4. Pifagor sonlaridan bu 5 li kelib chiqadi, chunki to'g'ri burchakli uchburchak bu. Mana burchak alfa bo'lsa, mana vertikal burchaklardan bu ham alfa bo'ladi, to'g'rimi? Endi mana bu uchburchak uchun bitta kosinuslar teoremasini yozamiz. X kvadrat teng bo'ladi 6 ning kvadrati plus 10 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 6 ko'paygan 10 ko'paygan nima? Kosinus alfa bo'lishi kerak. Kosinus alfani qiymati yo'q, lekin bizga mana uchburchakdan kosinus alfani bilamiz. Yopishgan katetni, mana yopishgan katet 3 ni 5 ga nisbat. Bizga bor-ku mana bu yerda kosinus alfa. Demak, kosinus alfa 3 ni 5 ga nisbat. Demak, 3 taqsim 5. Bu uchun ham ikkalasi bir xil bo'lganligi uchun olib borib bu yoqqa kosinus alfani o'rniga qo'yaman. X kvadrat 6 10, demak mana 10 ning kvadrati edi. Necha bo'ladi bu? 136 minus, xo'p, 20 120. 3 taqsim 5 mana. Demak, x kvadrat 136 dan ayiramiz, bu bilan uni qisqartirsak. Xo'p. Necha bo'ladi? 24. 24 kara 3. Bu yoqqa 24 chiqadi. 24 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 12 72 ekan. 72. X kvadrat topadigan bo'lsam 4
13 dan 7 ni ayirsak agar 6 bo'ladi, 64. X topadigan bo'lsak 8 ga kelib chiqdi. Bular hammasi shunday. Mana bu yerda ham shunday. Birinchi mana bu yerda kosinslardan, mana bu uchburchakdan mana shuni bittasini topib qo'ymoqchiman. Qani? 63 ta bitta topib qo'yamiz. Mana shuni alfa deymiz. Ketdi. Shuni ishlab qo'ysak. Uchburchak uchun kosinslar teoremasini yozamiz. 4 ning kvadrati teng bo'ladi 2 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 3 ko'paygan 2 ko'paygan kosins nima? Alfa. Xo'p, 16 teng bo'ladi 4 3 4 3 7 yo 4 9 13. Hop, 13 minus 4 kare 3 12. 12 kosinus nima? Alfa. Hop, 12 kosinus alfamiz teng bo'ladi. Hop, bu tarafdan shuni o'tkazadigan bo'lsak minus 3 chiqargan, ha? Kosinus alfani topadigan bo'lsak minus 1 taqsim 4 ekan. Endi katta uchburchak uchun yozamiz. Katta uchburchak uchun yozishimiz uchun avval mana buni hisoblaymiz. Bunisi 10 yo'q 9. Bu tarafini hisoblasak bizga ne chiqadi? 6 ekan. Bo'ldi. X ning kvadrati teng ekan 9 ning kvadrati 81 plus bu taraf ham 9 ekan o'zi. 9 9 ekan. Farqi yo'q, mayli 81 bu taraf ham. Yo'q, bittasi taraf 6 ku. Bu taraf 6, bu taraf 6 bo'lgani uchun 36 minus 2 ko'paygan 9 ko'paygan 6 ko'paygan kosinus alfa bo'lish kerak edi. Shuni o'rniga minus 1 taqsim 4 ni olib kelib tayyor qo'ydim. Davom etamiz. X kvadrat 81 ga 36 ni qo'shadigan bo'lsak 117 minus bu plus bo'lib ketadi ikkita bo'lganligi uchun 9 kare 2 kare 6 12 12 bilan 4 qisqartirsam 3 bu 9 ga ko'paytirsam 27 hisoblasak x kvadrat 144 ekan. 144 x topadigan bo'lsak 12 liga kelib chiqdi. Muammo yo'q. Bunisi ham shunday 64. Bular ham shunday. Barchasi o'xshash. Mana bu yerda ham bunisini alfa deysiz, bu yoq ham alfa bo'ladi. Bittasidan aniq 3 ta tomoni bor. Bu yoqdan kosinus alfani topib tayyor keyingisiga olib borib qo'yamiz, bo'ldi. Mana bu yoqda ham mana bunisi alfa bo'ladigan bo'lsa, bunisi nima bo'ladi? 180 gradus minus alfa, pi minus alfa bo'ladi. Tayyor olib kelib qo'ysa, ikkalasini tenglashtirsak bo'ladi keyin. Xo'p. Mana shunisini ishlaylik. 71 va keyin o'sha masalaga o'tib qolamiz. Hop, davom etamiz. Mana bunda yozamiz, demak, ikkalasi uchun ham yozamiz. 7 ning kvadrati bu uchburchak uchun yozamiz, birinchi. Xo'p, 7 ning kvadrati 7 ning kvadrati teng ekan x kvadrat plus 1 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 1 ko'paygan nima? Kosinus alfa. 2 ko'paygan 1 ko'paygan x ham bor edi. Xo'p, dalshi. Keyingisi bu tarafdan 8 ning kvadrati teng bo'lib qoladi. X ning kvadrati plus 4 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 4 ko'paygan x ko'paygan nima? Kosinus pi minus alfa endi bu. Pi minus alfa. Mana. Tepadagi birinchisini soddalashtirsak 49 teng qoladi x kvadrat plus 1 minus 2 x kosinus alfa. Bunisini ham hisoblasak 64 teng qoladi x kvadrat plus 16 minus 8x. Mana o'rtada plus bo'ladi 8x kosinus alfa. Nimaga? Pi minus alfada o'zgarmaydi, faqat ikkinchi chorakda bo'lgani uchun o'zini oldiga bitta minus chiqaradi. Mana bu ikkalasida kosinus alfani yo'qotib yuborishim uchun tepadagini 4 ga ko'paytira olaman. Qarang, 4 ga ko'paytirsak 4 kare 9 36, 16 196 bo'lar ekan.
196 teng bo'lib qoladi 4 ta x kvadrat plus 4 minus 8x kosinus nima bo'ladi? Alfa. Bu tarafda ham 64 teng bo'ladi x kvadrat plus 16 minus 8x kosinus nima? Alfa. Mana o'rtasi plyus edi. Xo'p, ikkalasini tayyor qo'shib bo'lsak, mana bular yo'qolib ketadi-da. Ikkalasini qo'shsak bu 260 teng qoladi 5 ta x kvadrat plus 20 ga. 5 ta x kvadrat teng bo'ladi 240 ga. X kvadrat topadigan bo'lsak, bu yerda topaman. X kvadrat teng bo'ladi 200 ichida demak 44 mi? Yo'q, 48. 48 dan ildiz oladigan bo'lsak, x teng chiqadi 4 ildizosida 3. Mana tayyor chiqdi. Bular shunday, hammasi o'xshash. Xo'p, bu ham shunday, bu ham shunday 71. Men bu tarafda 72, 73, 73 da topib o'rgataman. Demak 90 gradusdan katta ekan. 90 gradusdan katta beta, demak bu 180 gradus, ya'ni to'g'ri chiziq bo'la olmaydi. Shuning uchun 180 gradusdan kichikligini o'zimiz topib qo'ysak ham bo'ladi. Buni ham yozamiz. Demak, x ni biz oralig'ini topishimiz kerak. Bittasini ishlasam, bu yerda hammasi shunaqa ketdi. X kvadrat teng bo'ladi 9 ning kvadrati 81 plus 144 minus 2 kara 9 ko'paygan 12 ko'paygan kosinus nima? Beta. Ixchamlashtiramiz. X kvadrat teng 81 ga 144 qo'shadigan bo'lsak 225. 225 minus hop 108 208 bo'lar ekan bu. 208 kosinus beta. Endi mana bu yerda betani qiymati 90 va 180 ekan. Mana shu chetki qiymatlarni qo'yib ko'ramiz endi. O'sha ikkita holatda qo'yib ko'ramiz. Oralig'i o'shanga qarab chiqadi. 90 gradus bilan 180 gradusdagi qiymatlar. Birinchi holat betani 90 gradus deymiz. Endi aynan teng bo'lmaydi. Bu yerda qat'iy tengsizlik, javoblarimiz ham qat'iy tengsizlikda chiqadi. Birinchi qo'ysak kosinus 90 gradusdan 0 ga teng. Demak x kvadrat faqat 225 ga teng qoladi. 0 ga aylantiraveradi bu tarafini. Demak x topadigan bo'lsak 15. Endi ikkinchi holatda beta teng 180 gradus. 180 gradusdan minus 1 ga teng. Tushunarli? Davom etamiz. Demak, minus 1 ga teng bo'lsa x kvadrat qo'shilib ketadi. 225 plus 208 bo'lib qoladi. Bu 434 ekan. 434 bo'lib qoladi. Bu yerdan hisoblasak x kvadrat teng qoladi 434. Haqiqatan ham 208 mi o'zi? Yo'q, 108 216 bo'lardi mana bu. 216. Bunisi 216 bo'ladi. Adashmasam. 9 kere 12 108. Keyin 2 ko'paytiradigan bo'lsak 216 bo'lardi. Mana bu 216. 216. Xo'p, 216 ni qo'shadigan bo'lsak 441 bo'ladi mana. 441. Xo'p, 441. Mana bu taraflar 16 edi. 441 bo'ladi mana. 441 dan x teng 21 chiqadi. Demak, bizga x imizni oralig'i teng chiqar ekan 15 u necha 21 oralig'ida chiqar ekan. Qat'iy tengsizlikda. Dalshi qolganlari ham xuddi shunday bo'ladi. Endi bu tarafga o'tsak. Xo'p, x topishimiz kerak bu yerda 12 da. Xo'p, 12 da. 12 dan x ni qaysi oralig'ida deyapti? 80 emaydi, 79 topaylik. 79. Endi mana bular taraflar tengyonli ekan. Tengyonli bo'lganligidan bilishimiz mumkin bu alfa, bu ham alfa. Mana shu ikkita alfa ham 90 gradusdan kichik. Bizda endi o'sha oralig'ini ham o'zimiz topib olishimiz kerak-da. Hozirgi misollarimiz oralig' beryapti-da, endi bunda oralig'ini ham o'zimiz topib olishimiz kerak. Bu taraf nima bo'lib qoladi? 180 gradus minus alfa bo'lib qoladi. Xo'p, alfa kichik 90 gradusdan bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lib qoladi? Bu yerda 180 gradus minus alfa bizga katta bo'lib qoladi 90 gradusdan. Demak, kichik bo'lib qoladi 180 gradusdan.
Demak, mana shuni umumiy holatda beta deb belgilab olaylik, mayli. Umumiy holatda beta deb belgilab olamiz. Endi buni o'zimiz bu yoqni topib olsak bo'ladi. Mana bu uchburchakka qaraymiz dedi. Bitta o'zimiz tuzib topib olsak bo'ladi. Yozamiz. X kvadrat teng bo'lib qolar ekan 144 plus 25 minus 2 kara 5 120. Xo'p, 10 120 bo'ladi. Ko'paygan kosinus nima? Beta deymiz. Xo'p, x kvadrat buni topadigan bo'lsak 169 minus 120 kosinus beta. Ikkita holat bor bizda. Birinchi holati 90 gradus. Mana buni xato yozib yuboramiz bu yoqda. Mana bu joyda. Betani qaysi o'radi dedik? 90 gradusdan katta beta dedik, kichik bo'ladi 180 gradusdan. Ikkita holat bor. Kosinus 90 gradusdagini va 180 gradusdagini qo'yamiz. 180 birinchi holatda 90 gradusda qo'yadigan bo'lsak 0 ga teng. X kvadrat teng qoladi 169 ga. X teng 13 chiqadi. Ikkinchi holatda minus 1 ga teng. X kvadrat teng 169 plus 120 bo'ladi. 289 bo'ladi. X kvadrat teng 289, bu yoqdan 17 chiqadi. Xo'p. Demak, x'imiz oralig'i teng ekan 13 dan nimaga 17 gacha bo'lgan oralig'da chiqar ekan. Xo'p, endi materiallarga keldik. 84, 80 bular o'zi oson aslida. Mana 2 ta 3 ta 4 ta ishlab ketaman. ABC 3 burchak. Mana ABC 3 burchak chizib olamiz. ABC 3 burchak. Mana ABC 3 burchak. AB 6 ga teng ekan. AC 4 ildizosi 3 ga teng ekan. Xo'p, BAC mana burchak 30 gradusga teng ekan. BC'ni so'rayapti x. Kosinuslar teoremasi bo'ldi. X kvadrat teng ekan 36 plus 4 ildizosi 3 kvadrat 48 minus 2 ko'paygan 6 ko'paygan 4 ildizosi 3 va orasida burchak kosinus nimasi 30 gradus. X kvadrat bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 84 minus 2 kara 4 8, 8 kara 6 48. 48 ilzosida 3, kosinus ilzos 90 gradus, 30 gradusda ilzos 3 taqsim 2 bu bilan bu qisqaradi. 3 bo'lib ketadi. Qisqarmaydi, 3 bo'ladi. 48 bilan buni qisqartirsak bo'ladi lekin. X kvadrat 84 minus 24 ko'paygan 3 bo'ladi. 72 bo'ladi. X kvadrat 72. 72 dan buni ayiradigan bo'lsam, 72 dan buni ayiradigan bo'lsak 8, 12 chiqadimi deyman. Xo'p, 12 chiqadi. X topadigan bo'lsak 2 ilzosida 3 chiqadi. Mana o'sha BC tomonimiz. Bular ham shunaqa. Eng katta burchak kosinusini toping debdi. Kosinus mana. Bitta shuni o'rgatib ketsam bo'lar ekan. Xo'p. Mana bu yerda ham bitta uchburchak chizib olamiz. Eng katta nimasini toping deb. Mana bu taraf 9 deylik. Bu tarafini 15 deylik. Aytaylik bu taraf 18. Bizga eng katta burchagi deyapti. Eng katta burchak biza avvalgi mavzuda o'tganmiz. Eng katta burchak eng katta tomon qarshisida o'tadi. Mana shu taraf alfa. Shunga nisbatan yozamiz endi kosinuslar teoremasini 18 ning kvadrati. Burchak topish kerakmi? Kosinuslar teoremasini yozamiz. Hop, 9 ning kvadrati 81 plus 15 ning kvadrati 225 minus 2 ko'paygan 9 ko'paygan 15 va kosinus nima? Alfa. Kosinusini toping deganda o'zi 18 niki demak 324. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 306 minus 2 kara 30 270 kosinus nima bo'lar ekan? Alfa. Bo'ldi. 270 kosinus alfa teng bo'ladi 306 dan 324 da ayrar ekanmiz. Minusdan demak 18 chiqadi. Minus 18. Xo'p, bu bilan bu ham qisqaradi o'zi. Kosinus alfa qisqartiradigan bo'lsak 18 ga nechtadan chiqar ekan? 10 tadan bo'lmaydi, 15 tadan bo'ladi adashmasam. Minus 1 taqsim 15 chiqadi adashmasam. 10 tadan 180 bo'ladi, 15 chiqadi. Demak, minus 1 taqsim 15 ga teng ekan. Minus 1 taqsim 15. Ketdi, bular ham shunaqa. Shu burchak perimetrini toping deyapti bu yerda. 91. 91 dan bitta ishlab olsam bo'lar ekan.
91 ABCda aşağı ikkita kosinslar teoremasi yozilganda o'zi aslida. Mana qarang. A kvadrat teng B kvadrat plus C kvadrat plus BC bo'lib qolyapti. Shuni biz o'zimiz to'g'rilab olamiz. Aslida buni qanaqa bo'lgan deymiz a? Bunday bo'lgan deymiz. Qarang. Minus ikkita. Men o'zim to'g'rilab olaman. Qarang. Ikkita BC ko'paygan o'zi aslida qanaqa bo'lishi kerak? BC kosinus alfasi ham bo'lishi kerak edi. Ana shu kosinus alfa bilan 1/2 lar qisqarganda o'sha plyus bo'lib ketgan. Demak, bizga hozir minus 2 bilan kosinus alfa yo'qmi? Demak, ikkalasi bizga plyus bo'lib ko'payib ketgan deb o'ylasak bo'ladi. Xo'p, nima desak, kosinus alfani biz minus 1/2 deb olsak bo'ladi, demak. Kosinus alfa minus 1/2. Qachon minus 1/2 ga teng bo'lardi? Qarshisida, demak, ikkinchi chorakda manfiy va 30 gradus 60 gradusda bo'lishi kerak. Shuning uchun 120 gradus bo'lib qoladi. Kosinus alfa, demak, alfa burchagimiz 120 gradusga teng bo'lgan. Alfa. Shuni topolsak bo'ladi. Ikkinchisida B kvadrat teng bo'lib qolyapti A kvadrat plus C kvadrat minus, qarang, bizda bunaqa bo'lishi kerak. 2 AC keyin kosinus alfa bo'lishi kerak edi. Bizga kosinus alfa bilan 2 qanaqangidir ko'payyapti-da, ilzosi 2 kelib chiqyapti. Mana, demak, 2 kosinus alfa teng bo'lishi kerak ekan ilzosida 2. Xo'p, kosinus alfani topadigan bo'lsak, teng chiqyapti ilzos 2 taqsim 2 ga. Mana, alfa demak bizga necha bo'lgan? 45 gradus bo'lgan. 3-chi burchakni toping deb. 3-chi burchagi nima? O'zi bittasi 45, bittasi 120. Qo'shadigan bo'lsak 165. 3-chi burchagi gammami? Xo'p, mana bu alfa. Xo'p, mana buni beta deyilgan. Bizga hozir betadan o'rniga keladi o'zi. Beta. 3-chi burchagimiz gamma bo'ladigan bo'lsa, gamma 180 ni ayirib qo'yamiz. 165 bo'lsa 15 gradus chiqar ekan. Mana. Xo'p, muammo yo'q. Bular ham shunday, hop 95 ishlaversam bo'lar ekan. CM kesma uzunligini toping debdi. ABC to'g'ri burchakli uchburchakda AB gipotenuza bo'lmaydi, chizaylikchi. ABC uchburchak to'g'ri burchakli ekan. ABC to'g'ri burchakli uchburchak, AB gipotenuza. Bu taraf A, B, bu taraf C. Gipotenuza 8 ga teng. BC katet 2 ga teng. Mana 2 ga teng ekan. AB tomonda M nuqta olingan. AB tomonda M nuqta olingan. AM ni bunaqa ekan. Mana bu yerda M nuqta olinibdi. AM ni MB ga nisbati 1 ekan. Qanaqadir x bo'lsa, bunisi 3x ekan. Mana. Hop, CM kesmani toping. CM mana. Bu yoqdan bunga qarab tortilganda kesmani topish kerak ekan. Mana shu bizga A deb nomlab olsak, mana shuni A kesma nomlab ekan. A ni so'rayapti. Demak, bizga jami 8 ga tengligi uchun 4x ni 8 ga tenglashtirib olamiz. X teng chiqadi 2 ga. Hop, x 2 ga tengligidan bu taraf 6 lik kelib chiqadi. Hop, 6. Endi qarang. Mana bu burchak uchun kosinus topolsak bo'ladimi? Alfani. Mana shu uchun kosinus alfani topadigan bo'lsak, kosinus alfa yopishgan katni gipotenuzaga nisbat. Bizga 2 ni gipotenuza 8 ga nisbat 1/4 chiqib qoldi. Endi mana bu uch burchak uchun bitta bizga kosinuslar teoremasini yozamiz. Past tarafda joy bor ekan, shu tarafga yozaman, qarang. Xo'p, A ning kvadrati 2 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 6 ko'paygan 2 va kosinus nima bo'lishi kerak? Alfa bo'lishi kerak. Endi A ning kvadrati teng chiqyapti 4 bu 36 40 bo'ladi. 40 minus 2 kere 6 12 24. Kosinus alfamizda topib qo'ydik. 1/2 ga teng. 1/4 ga teng. Demak, A kvadrat bu bilan buni qisqartsak 6, 40 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak 34 mi deyman. A ni topadigan bo'lsak, ilzosida 34 degan qiymat chiqar ekan. Demak, 95-misol bitta tekshirib qo'ymoqchiman. 95. To'g'ri, ilzosida 34.
Demak, ora-oradan o'xshashlarni ishlab berdim. E'tibor bilan qaraganlarga menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, shu bilan bugungi darsimiz ham yakun.